aziz ko'rmanlari, shundaqla bugungi mana shu yig'ilishimizga alayda vaqt chiqarib qadam tashrif qilgan mehmonlar kelgan qadimlarga marhaba. Ahmad. Ben Okean Televiziyasının riyasətçisi Mədinə Dilşad bolaman. Bugünkü bu yığılışımızga biz şundaq bir adamınki sənət hayatıdan sunğan xuşpıraq güldəstələrə şahid bo'lib o'tiribmiz. Undaq bolsa bizning bugünkü bu baş qəhrəmanımız zati kimdir? Biz bugünkü bu baş qəhrəmanımızı səhnəmizə təklif qilishdan burun men yana bir xuşalnarlıq bir ishni etishni loyiq topdim. Ya'ni bugun men bilan birga Şinjan Televiziya stansiyaning dangliq riyasətçisi Şəmsiyə Əbeydulla bilan Bərkizi Xalq Radio stansiyaning dangliq riyasətçisi Nicat Vəli Yaqub birlikdə bugünkü baş sahibxonimiz bilan birga o'rtoqlashimiz qandoq bo'lsa, bu ikkisini sahnaga taklif qilaylik. Qani, marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Intayin xush bo'ldik. Uy, bek, isilg'oma surun bek. Biz Qani o'tiringlar. Assalomu alaykum, mamanglar xush kelibsizlar. bugun sahnaning yuqorisida hurmat taxtidan ayt chiroyli san'at sohasidagi eng xushbiroq kunlarni ko'rdik, eng mo'tabar qarindoshlarimizni ko'rdik. Sizlarga hurmat bildiramiz. Marhaba. Xush keldinglar. Demak, Şemsiyada bugun menimcha olgan chaqda, garchi Okean televiziyasining yo'l qo'ygan ko'rilishi intan yuqori bo'layotgan mazkur programmasining ismi Cho'lpon keldi bo'lsa-mu, biroq bugun Cho'lponlar keldi deb atsak bo'lar ekan. Bizning qarindoshlarimiz orasida ayt chiroyli bir maqol tamsil bor. Xaridoring bo'lmasa, zibolik ne kerak deydigan. Demak, bugun mana shu naq maydondagi barliq qarindoshlarimiz, mayli adabiyot san'at sohasi bo'lsin yoki har soha, har kasbdagi boshqa mo'tavarlarimiz, yurt katlari, shu natija yaratgan qarindoshlarimiz Rahmonjon Avut O'zhal apandimniki xaridorligini qilib, bu yerga eng chiroyli siyoqda, eng ko'taranki ro'yi holatda yetib keldi. Biz mana shunday katta yig'ilishda ustozlarni, har soha, har kasbdagi avangard yoshlarni, qurdoshlarni ko'rganimizdan to'liq xursand bo'ldik. Sizlarni yana 120 nomerlik chavaqlar bilan qarshi olamiz. Marhaba. Ko'p rahmat. Shunday chiroyli turdan so'zlaringlardan men intayin suyundim. Haqiqatan bugun Şəmsiyyədən bilan Nicat ikkisiniki men mushular bilan birlikdə riyosatchilik qilganimdan birinchi oldimdan intayin faxrlanyapman. Mayli qandaqli bo'lishidan qat'iy nazar bugun hammamiz o'zimizning eng chiroyli tilaklarimizni ilib, eng yaxshi holatimiz bilan bu Okean televiziyasining ko'rinish kelish zaliga jam bo'ldik. Endi biz bugungi so'rinimizning bosh qahramoni bo'lgan Rahmonjon Avut O'zhal apandi bilan tanishamiz. Yoki qanday o'rnashtirishlar? Undaq bo'lsa, balkim Rahmonjon Avut O'zhal apandiniki nurg'unlagan talantini nurg'unlagan alayliklerimizga ayan shundaqku. Rahmonjon Avut O'zhal apandim garchi o'zi aktyorlik kasbida o'qigan bo'lsa-mu, ammo u intayin dağlıq bir şair, yazğıcı şundaqla u yantigi aktyorlikmi qiladi. Ko'pqirliq san'atkor. Ammo biz yana Rahmonjon apandimni texmi cho'nqur tushunish uchun oldi bilan shu ekran orqali bir ko'rmanlarga tushuntirishni loyiq topdik bularmi? Marhamat. Taklimakan oğlu. Köpqirliq san'atkor Rahmonjon Avut O'zhal Yakan noyisining Xangdi bozorida tug'ilgan. Balaligidan boshlab adabiyot san'atga qizg'in ishtiyoq bo'lgan Rahmonjon Avut O'zhal boshlang'ich maktabga kirgan chog'ida kechilab kitob o'qib, o'ziga ta'sir qilgan hikoyalarni ko'chirish orqali xotira qoldirishni odat qilgan edi. U yulduzlar charaqlab yinib turgan osmon qirab, qalbida biqinayotgan she'riy hissiyotni his qilishdan boshlab, san'at orqali o'zini ifodalash ve san'at orqali hayot batlarini rangdorlikqa ve ma'naga ega qilish orqali o'zining ma'nisiz hayotiga qarshi isyonkor ruhga ega bo'lgan. U jafoliq turmushda yashasimi, yana san'at, faqat san'at orqali hayotga qizg'in muomala qilishni his qilib yetgan. Turmushdagi jafo mushaqqatlar uni jafoga tanda emas, irodalik qilib yetildirgan. Keyingi ijodiyatlarda uning g'urur va iftixorga to'lgan jangovarligini namoyon qilishda shu jafoliq hayoti jonliq dasmoyiga aylangan. U 1993 yildan 1994 yilgacha Qashqa san'at maktabining naqsh kasbida sistemalik tarbiyani qabul qilgandan keyin Ayrilish oldida nomli tunji ijodiyat naqshlaridan tarkib topgan Qopliq un olg'u lentisini nashr qildirib, xalq ommasining qalbida, shundaqla kasbdoshlar orasida belgilik ta'sir qo'zg'agan.
o'zdagi iste'dodni aldirmay yetildirayotgan umidlik nota 1994 yili Markaziy teatr instituti o'qituvchilarining bayqishi bilan qabul qilingan. Keyingi san'at hayoti uchun puxta asos solgan. O'qish bitirgandan keyin Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik opera teatriga xizmatga taqsim qilingan. O'zining keyingi hayotini kitob o'qish, shundaqla adabiy ijodiyat qilishga qaratgan bo'lib, shu kuchning turtkisida konsul ko'chasiga Jazira kitobxonasini ichib, kitob o'qish tashnoligini qondirgan buloqdan birini hozirlagan. Uning dastlabki sahnada tilga ilingan va ko'plagan kishilarning hurmati va qoyilligini qo'zg'agan tunji asari Abdulla Abdurimning naqsh kechiligida e'lon qilingan Kechalmayman seningdan vatan nomli naqsha naqsh kechiligining eng yorqin nuqtasiga aylangan bo'lib, til ishlatishdagi oddiylik va mahorat jihatdagi o'zgichiligi bilan vatan haqidagi naqshlarning gul tojisiga aylanib, Rahmonjon Avutni baraqli tonitibatdi. Keyin Abdulla Abdurim bilan hamkorlik ostida Tog'larim, Yetalmadim atamga, Eminniyoz Husayn ijrosida Anam yo'q, Yekim Hasangi Marsiya qatorliq naqshlarni yozdi. Keyin u yer shari haqida insoniyatga o'rtaq bo'lgan tashvishlari ifoda qilingan Yer shari nomli naqshini yezib, Bola Cho'lpon Irfonning necha xil tilda aytishi bilan Erkin Abdulla ijrosidagi Sahra, Do'nko'rik haqida Parang nomli naqsh orqali aks etgan bo'lsa, Sahar ansamblining o'rinlashidagi Ana, Men tug'ilgan uy qatorliq naqshlarda aks etdi. Kishilik hayot sezgulari asos qilingan bu dunyo nomli naqshini Anvar Hokim, Qizg'anma dunyo nomli naqshini Nurnisa Abbos o'rinladi. Uning Zarafshon cheyi kechiligida o'ynalgan O'qishga uzutish nomli etoti Uyg'ur etotchiligining yangi bir pallasini yaratib, televizorda eng ko'p talab qilingan asarlarning biriga aylandi. Orqadan hikoya povestlarni yozib, Xinjiangda ta'siri zo'r bo'lgan Ana jurnal, Tarim va Tangritog' jurnallarida ko'plagan hikoya povestlarni e'lon qilish orqali o'zining ko'p xil janrda ijodiyat qila oladigan qobiliyatini namoyon qilgandan sirt yana o'zining ona maktabi bo'lgan Markaziy teatr institutining kino, drama, adabiy ijodiyat fakultetiga 2 yillik o'qishga berib, ssenariy ilmida sistemlik tarbiya olgandan keyin qaytib kelib, diyorimizdagi yana bir yangilik million gulni yezib, jamoatchilik ichida yaxshi ta'sir paydo qildi. U ko'plagan hikoya, drama, kino ssenariyasini yozgandan sirt yana o'zining she'rlariga ishlangan ohanglarga bo'lgan ko'z qarashlarini ohang ishlashga qaratib, mashrab programmalari va boshqa san'at kechiliklari uchun ohang ishlab berdi. Shu ajr mehnatlarining mevasi bo'lgan o'z hol keldilar nomidagi ushbu kechilikni ro'yobga chiqardi. Tema tanlashdagi zil va rangdorlik Rahmonjon Avutning rangdor hayotiga mos qadamda ifoda qilinib keldi. Ijodiyat jihatda kishilik azoblarni umumlashtirish emas, balki o'z xalqining orzu-armonlarini aks ettirishga kuchab, haqiqiy xalqchil ideyasini oshkor qilib keldi. Ko'p qirliq ijodiyatchi Rahmonjon Avutning oilasiga xotirjamlik va baxt, ijodiy hayotiga barkat tilaymiz. Bugungi faoliyatimizga ajoyib esil nomerlar, ajoyib yaxshi naqshchilar, shundaqla ajoyib yaxshi sazanlar keldi. Tushunasizlar yuzga chiqadiganiga. Bo'ldi. Buldu ko'rpaqaylimda bo'lsa, qadrdonlarim, hammamiz bir chiroyli alqishimiz bilan Xinjiang san'at yurti opera teatrining rejissyori, ko'p qirliq san'atkor, shoir, yozuvchi Rahmonjon Avut o'z holatini taklif Marhamat. Assalomu alaykum. Asli bugun Rahmonjon akam oqat minib kirgan bo'lsa bek yaxshi bo'ladi ya. Aqatli shaxsan o'pa. Marhaba, qarshi olamiz. Xush keldingiz. Sizga aldin sovg'at aqat Voy. keldi. Voy rahmat. Ko'ngil sovg'isi. So'rin quruq kelmaydi. Rahmonjon akam mening bir ko'ngil sovg'am bor. Bugun Nijatning dunyosi degan tungi nashrdan chiqqan bu kitobni sizga sovg'a. Rahmat eşqallah. Rahmat. Nijatni muboraklik aytaylik. Mana shunday yaxshi bir kitob chiqdi. Yaqinda bizniki yosh inimiz, yaxshi yozuvchimiz Po'lat Amannuri Nijatning dunyosi nomli kitobni nashrdan chiqardi. Endi bu kitobda butunlay Nijatningki ko'z qarashlari, kechirmishlari, uning mijozi, uning kasbiy axloqi, nurg'un turmushdagi masalalari biz ekranda ko'radigan, lekin turmushdan tushunmaydigan Nijat inimizningki barliq tafsilotlari, uchurlari xatirlangan. Shunlashqa Nijat inimizni muayyanlashtirgan Po'lat Amannuri inimizga rahmat aytish bilan bir vaqtda Nijatni yaxshi ko'radigan barliq ko'rmanlarga bu xush xabarni bugun Rahmonjonning bugungi faoliyatida ko'pchilik oshkorlaydigan bo'ldik. Muborak bo'lsin. Rahmat keldi. 2017 yilda boshqalar to'xu jili, xo'roz jili deydi ekan, men sumurug' jili, anqa jili deb o'yladim. Chunki Nijat jili deb o'yladim.
Rahmanjon Avut Özhalcılık qilamiz. Ha, mayli. 2017 yilda. Xuşallıqlar jiri deb ataylik. Özhal Chunki keldilar. hammamizning nurg'un xuşalliq Bo'ldi. qilib ekanmiz. Unda bo'lsa, endi biz birlikda o'xshashlam intayin bir xushluq ilikida bugungi so'rinimizning bosh qahramoni bo'lgan bizga bir piyola choy quyib, o'zining shodliqlariga shohid bo'lish uchun, xushalliqini ko'rish uchun dasturxon sog'an bizni chaqirib kelgan mana shu aziz mehmonimizning chiroyli salom soatlarini anglaylik. Qani, baraman. Bo'ldi. Aldı bilen ben şu bugünkü şu meydanımızga yetip kelgen barlık ustazlarga, kesiptaşlarga, muallimlarga, yazgıcı, tercüman barlık ustazlarga, dostlarga çin köngülümden rahmet eytimen. Muş soğuk havada bizni çoğun bilip, senetimizin çoğun bilip, dostluğun çoğun bilip kelgen kadınlarga köz tegmesin. Rahmet emanlarga. Rahmat. Haqiqatan bu Okean televiziyasining Cho'lpon keldi programmasida biz yaxshi ko'rgan cho'lponlarningki ish izlari tunishtirib, ular bilan nayt ko'ngillik suhbat ilib berilyapti shundaqmi? Endi meningcha hozirgacha bu programma yo'lga qo'yilib, eng ko'p cho'lpon birli vaqtda bu programmaga qadam tashrif qilgan bir son bo'ldi deb o'ylaymiz. Mana bugun biz bu yerdan bo'lib, mana Rahmat akamizningki shu O'zhal keldilar nomli plastinkasini tarqatilish munosabati bilan o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib o'tiribdimiz. Unda bo'lsa Rahmatjon aka sizdan shu plastinkani chiqarishninki oldi keyindagi ishlarni bir so'rab boqamsan bizga bir tapagan bo'lsangiz. Plastinkini chiqarishning oldida kirish tuduq, keyin nashrat Bunday yaxshi javob bo'ldi ya. İntayin qisqa. Aldıda ko'rinishga elib, nashkishlik qildik, keyin nashrat qildik chiqdi. Qanaq bo'lib o'sha? Qanaq bo'lib O'zhal keldilar nomli plastinkani chiqarishni o'ylab qoldingiz? Sizning hozir bizga tapbagingiz nurg'ulg'an ko'rurmanlarning o'ylaydig'ini. Ular mushu san'atkorlarni chiroyli kiyimni birisi ta'minlab berdi. Ananki ular chiroyli yasinib sahnaga chiqdi, naqsni tugaydi deb o'ylaydi. Yoki nomerni ko'rsatdi tugaydi deb o'ylaydi. Hatto bizning yozuvchilarimiz nima o'tirib yoziblam, qalisiga uddul keladi, yozdi ular tugaydi, kitobi chiqdi, ananki qalamaqini oldi deb o'ylash mumkin. Bu yilqi nurg'un mushu sahani tushunmaydigan qarindoshlarning beradigan javobini ayt qiziqarli qilib tushuntirib berdingiz. Unda xo'sa. Endi bu savolimiz yana tushuniksiz bo'lsa, Ibrohim ham so'raydi endi savolni. Mana texmo konkretni qilib, ba texmo astoydil, texmo inchik qilib. Undaq so'raylik bo'lsa. Shpatlik savol chiqaramiz. Men bundan o'yladim. Mushu O'zhal keldilar nomli mushu plastikingizni dastlabda qandaq bo'lib, endi mushu plastinka qandaq bo'lib, qaysi naqshining vajirini chiqishni o'ylab. Endi tushunishlik bo'ldimi? Men asli naqshchi. Men hozirgacha atalg'ularda nurg'un odam meni shoir deydi, nurg'un odam yazgıcı deb qaraydi, nurg'un odam rejissyor deb qaraydi, lekin men o'zimni e'tirof qildig'inim men naqshchi deb qarayman o'zimni. Men Qashqar san'at maktabida naqsh kasbiga kirgan 93-yili. Naqsh kasbidan imtihon berib, naqsh kasbiga imtihon berib, shu naqsh kasbida 1 yil o'qidim. Undan keyin Markaziy teatr institutiga borgandan keyin men yana shu aktyorlik kasbiga qo'shib, bizning opera o'makka tarbiyalangan bo'lgandan keyin naqshda o'qigan 4 yil. O'zimninki shu naqsh g'avisim batdi. Endi keyin qaytib kelib, nemishqa davomli qilib izchil naqshi o'qimadi deganda men naqsh o'qidim. Televizor ekranlarida emas, ayrim xonalarda. O'zim bilan yig'ilishlarda, mashg'ulotlarda, do'stlarning sizning yana bir yerda naqsh aytdigingizni men bilaman. Biz azaldan deyishib boqmagan. Rahmanjon, bular maktab bitirib kelgan vaqtimi bizning uy opera o'makninki ichida, oilalar qo'rasining ichida. Biz odatda opera o'makning qo'rosi kunduzda naqsh shu mashq qilganlarningki muzik ovozi, sozandlar ovoz uning bilan bo'lgan bilan kechki xili tinch. Lekin odatda kechki tinchlikni Rahmanjon O'zhal buzudi. Uy darvozadan kirdi, naqshni boshlaydi uyga borg'icha. Tugumas naqsha. Tugumas naqsha aytmoqdi ekanda. Biz hamimiz Rahmanjon keldi deymiz. Qanchalik kelganimiz ma'lumotlar hammamiz bilimizda endi. Odat qanchalarga keladi? Eng kech kelgan vaqt qachon? Kelmay qolgan vaqtlar bormi? Doldirgas qanday bo'ladi? Odat qaysi kunlarda naqshning ovozi chiqmaydi degandek. Bu shunga shu vaqtda mening rahmatli dadam deydi, "Mushu balaning naqshiga bek ishtiyoqi bor" debchi. Ashta deydi, "Uning bu Rahmanjonning ovoz jo'yliqi buni men kasbiy nuqtadan nima qanday qataydi men bosh ovoz emas deymiz. To'g'ri shu. Erkak buraydi. Bosh ovoz emas. 6-qavatdagilar anglayolar
tinglaydi odatda. Ovozingiz jihatdimi, xosligingiz bor shundaqku. Endi bayam o'zingiz deb o'tdingiz, naqshchi deb o'ylayman o'zimni. Naqshchiligimni bek e'tirof qilmadi dedingiz. Unda bo'lsa biz tunishtirgan vaqtda Rahmonjonning birsi aktyor dedik. Shunaq. Sababi Şinjan opera teatrda ishlaysiz, uning ustiga Markaziy teatr institutida o'qigan. Şinjan sinfida shundaqku, maxsus tarbiyalangan bolalar. Shundaq bo'lg'achqa uning ustiga uningdan boshqa siz rol olgan taraflarınız var. Muşlar asasını durup siz ne ya kinolar var mesela. Qaysi kinolar batdi? Sahradagi Mo'ngluq köy, Ha. Nava muqami, Özal muqami, ondan keyin Qiynat kelin fojiasi degandek qo'rqinchlisin bor kinolar. Bunun salbiy rollar emasdi. Lekin Rahmanjon aka ijobiy rollarga pek tushdi. Demek Rahmanjon demek bay ispatlab o'tdik bir aktyor. Endi naqshchi bo'lishingizga sabab bayam o'zingiz deb o'tdingiz. Birinchi naqshni yaxshi ko'rsiz naqsh etishni. Undan keyin naqshni o'qib ekansiz, tarbiyalanib ekansiz. Undan boshqa nurg'un naqshlaringizni angladik. Plastinka chiqardingiz, kechilik qildingiz, demak siz naqshchi. Endi rejissyorlik kelsak, rejissyor degan bir gap chiqdi. Bir operami, bir teatrning rejissyorligini qilgansiz. Canan Ko'chizki ishlar. Canan Ko'chizki ishlar. Demak, undan boshqa Yangi Nava programmasiga rejissyorlik qilgan. Undan boshqa nurg'un kechiliklarga rejissyorlik qilgan. Demak, 3-salohiyatınız rejissyor. Undan boshqa salohiyatlari Shoir, yozuvchi. to'g'ri. Unda bo'lsa shoir ekanligini Nurg'ulg'an isil misralar bitgan, uning ustiga ajoyib vaqaliklarga to'yilgan hikoyalar shu Rahmanjon apamning qo'lida bitib chiqqan. Demak, Rahmanjon akamningki haqiqatan bek talantli ekanjimi? shoir Hozir ma qonun va puqroq o'xshaydi ma programma uchun. Shoir ekanligingizni qanday isbotlaysiz demakchi gapingiz ketdi. Ma yama yeri keldi, ma gap yama yeri keldi. Bilib oldi ya. Men bugun ilqi Rahmanjon apandim bilan biz mishat o'tganlar masalan Madina bugun asos riyosatchi. Nijat ikkimiz hamda Rahmanjon apandim bilan turmushda qarindosh, nayt yaxshi qarindoshlik munosabatimiz bo'lganligi uchun nayt do'stona holat masalan men boya degandek doktorxonada yotgan bo'lsam kiyimlarimni almashtirmay anmush faoliyatni qarindosh mehrimiz bilan keldik hamda. Asl doktorxonaning kiyimi bo'lib ketgan bo'lsa, ishonchlik bir xilchi, ha, rostgan debchi. Endi mundaq biz yana paranglish jarayonida teamlardan atlab ketib qoldik-ku. Biz hamisha shundaq bo'ldi. Bizning paranlarimiz bek ko'ngilli qo'g'ashqa so'zlab aytib tugatgil bo'lmaydigan teamlarimiz bor. Endi yana o'zimizning bosh bugungi teamimiz qaytib kelsak, bugun biz O'zhal keldilar plastinkasining axborot e'lon qilish yig'ini munosabati bilan bu yerga jam bo'ldik. Yuqorida so'rab o'tdik, endi mush plastinkaning ishlanish jarayoni to'g'risida menimcha qisqagina bir izoh berib o'tishingiz to'g'ri keldi. Mush to'g'risida anglab baqsaq. Men azaldan o'zimni bek ifodalab oldiga chiqishni xohlamay keldim. Nimishqa desa, bu gapni 98-yildan boshlash kerak. 98-yili Markaziy teatr institutininki aktyorlik fakultetini bitirib kelsak, ishlaydigan kino yo'q, butun odam MTV ishligil turibdi ekan, ma su usti bag'chisida. Mush bir qizvolni qo'g'lab, bir o'g'ilvoli yetenmaydi, suv chechib, yana bir amallarni qilib, zot yetenmaydi, bir-birini maxsus qo'g'laydigan bir MTV'lardi. Uningga u Markaziy teatr institutida o'qishmi ketmaydigan bir ishlar ekan, shunga taklif qilindim, necha qitim. Sharaf bilan, lekin boshqa bu kasbni ishlatish imkoniyat bormi yo'qmi desak, anda bir xil o'zimizningki rolimizni joriy qildiradigan bir imkoniyatningki yo'qligini bayqab qoldim. Shuning bilan o'zimning yana hamda shu qiziqishim bo'yicha necha yil kitob o'qidim. Kitob o'qib 2000-yili 2 yil o'tgandan keyin Abdulla akam naqsh kechilik qildi. Shu kechilikda Kechalmayman senda vatan degan naqsha tunji bo'lib taraldi endi. U yerda kechilik qatnashgan ustozlarimiz, do'stlarimiz shu naqsha san'at, muzik sohasidagilar undan keyin mabal nemish qildigandi deganlarning nazarida undan keyin mening yozdiganligim ozroq bir ko'rindi jingimning uchidek. Shuningdan keyin ham ancha-muncha bir maqtashlarning turskisida she'rlarni yozdim. Amaliyotda buningdanmi burun ba'zi mishat ustozlarimiz biladi, men roman yozib bo'lgan. Xapolmay Men xo'shal xo'ram o'ltiryapmiz. Roman yozgani bayda. Roman yozib bo'lgan asli. Shundan keyin hamda bu naqsh teksti she'r yozish, u mening ishqim qandaqdir, haliqi boshqalarning madad berishi bilan men ani yozib ketib, haliqi bo'lmasa to'xtab qoladigan ruh yo'q menda. Ba'zi nasr yozaman, ba'zida she'r yozaman, ba'zida kitob o'qiyman degandek, shuning bilan meningki keyingi tanlash yo'lim
yoki bo'lmasa hozir yeydigan non shu qalam bilan bo'ldi. Endi Şinjan opera ömekninki kesbi yozuvchisi degan kesibga keyin almashdim. Buningdimi yana 2 yil o'qib kelib, yana shu ana maktab bo'lgan Markaziy teatr institutininki teatr adabiyoti kino ssenariy yozuvchiligida o'qidim. Undan keyin men sahna rejissyorlikni men yana qo'shimcha o'zim o'qidim, 2 yil dars oldim. Bu naqshkechiligini qilishdagi maqsad endi men o'zimni oldi bilan o'zini bir odam e'tirof qilmasa, butkul dunyoda odam uni e'tirof qilsa-mi, u bir ya'ni o'zining ko'nglida bir ishonch bo'lmasa, o'ziningki qaysi yo'lda menish kerakligini tanlayolmasligi mumkin. Men shu o'zimning naqshchiligini men o'zim e'tirof qilgachqa Rahman Javod naqshkechiligi, o'zal keldilar deb naqshkechiligi deb mushuni chiqarsam, nurg'un odamlar cho'chib ketib bu kim bo'lg'iydi deb kelishi mumkin. Ham boshida deyishni bir xolidim o'zimcha. Uqmagan bola kechilik qildigan bo'lib ketdi deb qolsimi bir gap. Siz ko'rinmay turiblar-ku. Men nada adam tunimaydigan bola. Cho'lponlar yig'ilishib ketdi. Adam tunimaydigan bola shunda bir kechilik qilib ketdi deb. Undan keyin yana bir narsa bu kechilikda bizningki ustozlarimizning hamda el xalq naqshlarininki hozirgi eng yaramliq varisi hozir davrda biz peshvo desak bo'ladi. Toshmamat Tursun akam. Onundan keyin qolganlarning hammasi o'zimizningki turmushdagi mijoz xarakterimiz emas. Mush kasb bo'lgan pozitsiyamiz bilan kasbdagi xarakteri bir xil to'g'rilishgan Zoir Burxon, Iskandar Samat, Tursun Sheyx qatorliq shu ustozlarimiz, do'stlarimiz qatnashdi. Endi buningda yana bir narsani men tushuntirib qo'yay. Haliqi o'zininki nom sharifi yetmay qilib bir biletni ançımış bir setilsin deb şu adamni jig'vaga o'xshaydi degan ko'z qarash yo'q qas xatolishimizcha. Men unda jig'velish kelib qolsa, bizningki shu san'at yurti bo'lgan opera o'mak, naqshli o'mak, muqam ansambli shular yetibdi. Men xarakter jihatdan o'zimning tanlagan yo'lim bo'yicha bizning san'at yurtiga tava bo'lmagan hem shunda bir kasbiy jihatdan xarakterimiz yaqin keldigan, qilayotgan yo'limiz tutgan yo'limiz keldigan hem shunda akla ustozlar bilan qildim. Rahmanjon aka, sizning o'qigan kasbingiz aktyorlik kasbimi yoki naqsh kasbimi? Shuni bir oydinlashtirib olgan bo'lsak. Men Qashqar san'at maktabida naqshida o'qigan. Markaziy teatr institutida aktyorlik o'qigan. Bilim oshirib, aktyorlikda o'qidingiz shundaqmi? Bilim oshirib emas, Ravrus o'qidim. Demak, unda bo'lsa bilim aşığını mı? Ssenariy yazıcılığı. Herkes kapım. Cingavo. Kapım. Baklava. Undaq bo'lsa, Rahmanjon aka. Ya Rahmanjon akamning ovozi ashta bom chiqadi-chu. Bir xil odam qo'rqib ketdi. Men qayt tushundiray. 94-yildan 98-yilgacha 4 yil aktyorlik Man qarabdan aka, man qarab. Qo'qatma, man qarabdan. Nima gap bo'lsa manga. Men kutirashga olgan. Bay nijatdan xapolmay degan gapning ma'nosini tushundim. Ha. Xo'sh. Unda bo'lsa, Rahmanjon aka, demak, Ravrus o'qigan kasbingiz aktyorlik kasbi shundaqmi? Lekin siz shu musiqa ijodiyatida nurg'ulg'an nodir asarlarni ijod qilibsiz-a? Musiqa ijodiyatida. Shu musiqa ijodiyatiga qanday kirishib qolgandingiz hamsa? Ravrus o'qigan kasbingiz aktyorlikdir. Endi bu musiqa ijodiyatiga kirishib kelishimda yana birisi men 9 yoshda dutta o'rgangan. Shundan keyin men dutta sazdan ayrilganim yo'q. Uningdan keyin beshida Abdulla akamni kecholmayman shunda vatdan naqshlarni aytdi. Uningdan keyin boshqa naqshlar aytdi. Naqshlarimiz aytilsa yaxshi bo'ldi ekan, xalqimiz bildi ekan. Deb beshida faxrlangan bo'lsam, keyin norozi bo'lishga boshladim. Ba'zi tekstlarim aytish topmadi-ku. O'ziningki ma'nosi bilan. Demakchi o'g'lim bir naqshi tekst bilan bir musiqa chambarchas bo'lib, eng oxirgi yetadigan manzilga birga yetamadi u. Bir yo'lga tushanmadi. Shuning bilan to'xtabdi deb endi o'zim ang ishlashni o'zim mashq qilib, mushaqdagi bilimlarni o'rganib, shunda qildim. Bunda qilgandimmi, men 5da shu burunqi bizningki peshvolar, ya'ni Jaloliddin Rumiyninki, Navoiyninki, Mashrabning tekstlariga ishlashga boshladim 5da. Chunki men kompozitor, men ang ishlash tushgan vaqtimda o'zimning yozgan boshqalar maqtaydigan, hatto o'zimning yozgan she'rlarimni menga yaramaydigan bo'ldi o'chaqda-chu. Ang ishlashga tushgan vaqtimda. Nimishqa desa, men rasmiy sozni qo'limga olgan vaqtimda mening o jumlalarim toza o'zimga arzimidi. Yana birisi endi biz Navoiy bizning Mashrab bizning deb
jiq yerlerde talash tartishlarda, hozirgi kelgich torlarda nurg'un talash tartishlar bo'ldi. Lekin Navoiy bizning deganga loyiq, shu bizning o'zimizning Navoiysininki tekstlarini bizmi aytib shunday qilolmadik. Bu bir bo'shliq. Mubada men ishonamanki, bizningki hozirgi davrdagi ustozlarimiz yaxshi she'r qolmadi deb qaqshab jumay, Navoiyning mashrabninki аңғы selinmagan, o'zbek qarindoshlarimiz aytib bo'lolmagan nurg'un isl she'rlari bor. Ashlarni biz аңғы selib aytsak, uningdan keyin o'zbeklar bizni atogin do'raydi. Jumladan butkul O'rta Osiyoda, O'rta Sharqda shunaqmi? Dunyoga taraydi degan gapda bu. Undaq bo'lsa, mushu kechalmayman seningdan vatan degan naqshingizning tekisini qandaq bo'lib yozishni o'ylashib qolgandingiz? Bu naqsha Abdulla akam aytqili 17 yil oldu. 2000 yil aytgan. Bu naqshini men shu Beijingga o'qishga borgandan keyin bizningki hayotimizda nurg'un hikoyalar bor. Tiyipcha Aliyevninki tugmas naqsha degan bir naqshi bor, hammamiz bilamiz-ku. Bir xil vaqalik ravoji bilan mangadi. Güzel bir naqsha shunday. Vaqalik ravoji bilan mangadi. Bu naqshini men 5da o'ylagan vaqtimda shu Tiyipcha Aliyev ustozningki shu naqshininki bir vaqa ajab bir yaxshi bir o'rlashtirib ekan deb ta'sir qilib, kechalmayman senda vatan degan bu naqshini 95-yildan boshlab o'ylab men oxiri 98-ninki oxirlari rasmiy to'liq bitdi deb ashuna qo'lga chiqdi. Bu araliqda biz аңғы selib üzem ashunda aytib жүрген bizler şu mesela Ümit G'inila bilan biz 94-yili tanışkan ağinem şu vaqtdan tatip hem de 95'ni tatip oylap ashunda kelib atkan. Oylap mükemmel qilg'icha bir 3 yil ketdi. Bir cümle uya yaramaydı, buya yaramaydı. Bazı bir şairlar varken birli qalam bilan chiqmasa men tashlab etaman deb shunday deydi. Men sal do'troq bo'lgandan keyin men uzun gaplashmasam qilanmaydi ekan mencho. Sal uzun vaqt ketdi. Masalan tashlandiq royal degan bir she'rim bor meningki. Akbar Qahramon men mush she'ringni men bir ong qilaman deb o'tganda bir eskartib qo'ydi, boshqalarga bermasang deb. U 94-yili men eliq bir xil yolg'izlik ichida tunji Beijingga borgan kunlarda yomg'ir yog'ib ekan, shu bizniki sinfning o'g'izga chiqsam qattiq yomg'ir ichqandan tatib chuvib etilgan bir royal turibdi. Har bir shu royalning tarlariga tushayotgan yomg'ir chechilib ketib bordi atrofga. Men bir miyitga qarayotgandek, bir jasadga qarayotgandek shunda ko'nglim yerim bo'ldi. U bir chalg'u, uni asli bir chelish kerak-ku. U qadar bu tashlab etish mening kallamdan o'tmadi. Bir san'at akli bo'lish sifatimiz bilan hamda. Shundan ashuni men 8 yil o'ylab yozdim. Men bu she'rni hozirga kelgach naqsh bo'lmadi, ham ta'sir chiqqanda o'qimayman. Shunda bir vaqt ketdi menga. Shuni bu kechalmayman sindi vatan bu naqsha hamda birisi jutun arliga vaqtida 17 yosh vaqtimizda borgan bo'lgandan keyin bir xil men shu tug'ilgan yurtim yakanni o'ylayman. Urumchigim kelib baqmaylam, Qashqardan biroqlam Beijing ketgandan keyin. Uningdan keyin arliqda chatga chiqib o'qiydigan yo bir ishlar bo'lib men onamga telefondimchu. Telefonsam men sen deb yashayotma balam. Muborak sen kelib ketib bir yerga kelinmaydigan bo'lib qolsang, men bu hayotning keragi yo'q dedi. Shu gap pek ta'sir qildi-da. Men eliq o'ylayotgan gap aşağıda bir echildi-chu. Shuning bilan men boshildim. Endi vatan deb yozganimiz endi ona haqqidami bak yezilib ketdi. To'li takrorlanib shu vaqtdan tortib yaman to'li takrorlanib ketdi-chu. Endi gerçeklikni ifodalashda yoki temi tanlashda bak yangilik yaratolmasammi, o'zimning yo'lida boshqalar o'qimasimi, o'zim bir naqsh qilib o'qib bir do'stlarim bo'lsa aytib beray deb shu maqsadda shunda oddiy bir maqsadda yozilgan naqshda bu. Ham hozirgi kunlikda xalqimiz shunda yaxshi ko'rdi bu naqshni. Hozirgacha yaxshi ko'ramiz-da. Yaxshi ko'rdi. Hamda ijodiyatda cho'qimaliqi biz qandaqto Unavanga o'xshash, mana bunda qilsam jiqroq xerida yesa, shunga men jiq pul topsam deb menda o'ylamaydi ekanmiz-ku. Beshida bir oddiy bir fikr, u yerda melli bor, ijodiyat xususiy ish, shunda bir yozdik. Shuning bilan shu xalqimiz yaxshi ko'rdi. Undan keyin buningki turtkisi bilan, ilhomi bilan, ustozlarimizningki adabiyot sohasidagi mush ustozlarning qo'llashi bilan yana biz davomli mush yo'lda menib hozir keldik. Rahmat.
Xo'sh. Bugungi axborot e'lon qilish yig'inimizga kelgan hurmatli ustozlar, naq maydondagi tomoshabinlar shu topda Rahmonjon apandim o'ziniki mayli shu o'z hol keltilar nomidagi plastinkasining oldi keyindagi ishlar bo'lsin, ham shundaqlar riyosatchi qiyrinishimiz so'ragan savollarni aytdi. Astoydillik bilan javob beryapti. Hamda men shu topda yana shu bugungi bosh temani tutqu qilib turib bir savolni so'rag'im kelyapti. Zamonimizda hamda bo'lib diyorimizning adabiyot san'at ishlarining taraqqiy qilishiga ergishib, davlatimizdan bu sohaga silayotgan mablag'ning ko'p bo'lishiga ergishib, hozir bizning Cemiyetimizde mi, bizden aramızda mı nurgulgan naqshchilar, san'atkorlar keng bir bo'shliq sahna hazırlandı. Ular o'zlarininki naqshini etalaydigan, o'zininki xohlagan plastinkalarni chiqaralaydigan aytib bir afzal sharoitga ega bo'ldi. Jumladan shu bir qancha yil jarayonida oqidan aytib chiroyli MTV ko'rinishlar hisoblangan DVD plastinkalar, VCD plastinkalar, CD plastinkalar bizning turmushimiz biz bilan uchrashdi. Shu qatorda o'z hol keldilar nomidagi shu plastinka men shunday aytalaymanki, balkim bu mushu naqshining ichidagi tekstini texmo yuragidan tuyib anglayalaydigan, sezalaydigan, buningki go'zallikni his qilalaydigan, huzurni bilalaydigan, bizning qarindoshlarimizga nisbatan san'atni haqiqiy tushunalaydigan qarindoshlarga, san'at shaydolariga nisbatan katta bir sovg'a bo'ldi. Albatta, mana shu disklar qatorida yaxshi bozorlik setilayotgan mazkur plastinkaning sizning cho'g'an chaqda boshqa plastinkalardan qanday bir farqi bordi? Sizning o'zingizning nazaringizda sizning plastinkangizning afzalligi yoki ortiqchiligi yoki agarda kamtarlik bilan aytsak o'xshamaydigan yeri nada? Endi bu plastinkada boshqalar bilan o'rtaq bir yeri naqsh chiqadi. Hammasini bir aparat soat degan chiqadi. Mashina ma'lumoti bo'ladi. Mashina ma'lumoti bo'ladi. Yana bir alayidligi. Yana bir o'rtaqlik bozordan pulga olamiz. Yana bir o'rtaqlik bekorga bermaydi. Pulga sotadi. Bir o'rtaqlik agar deylik qonunsiz nusxasi chiqarilsa qonuniy javobgarlik tortiladi. Ayır. Shunday. O'xshamaydigan yeri. Yana bir yeri öz hal keldiler deb ismini qo'yishdi bir shaxsiyatchilik bor bu yerda. Tekstimi üzemning, muzikasimi üzemning, üzem o'qigan ma'nim. Buning hammasi üzemninki shu. O'zimning ijodiyati. Üzemning ijodiyati. Buning da qanday toma plastinka chiqqandan keyin tekstni haq izlab kelib meni rasvo qilamiz degan qo'rqinch yo'q. Muzikasini bir palanikin elib olgan, ertagin bir boshqa millatli tep kelib hamda meni bir izlab kelib qolamiz degan qo'rqinch yo'q. Demak, Özalka, Şemsiyada, sağlam. Mening yuqorgi savolni so'ramoqchi bo'lgan maqsadim mishada o'ziniki o'rnini topdi. Demak, mazkur plastinkaning birdan bir boshqa plastinkalardan balkim farqlanadigan yorqin nuqtasi buningdagi barliq naqshlarni Rahmonjon Aud apandim o'zi o'rlagan. Uning boshqa teksti, muzikasi o'zining qalami bilan barliq kelgan. Demak, bu shunday bir go'zal melodiyalar tushunadigan odam tarafidan o'zi his qilalaydigan, o'z tuyg'usini bilalaydigan odam tarafidan barliqqa kelganligi uchun buningdagi kishiga berilgan tuyg'u o'zgachilik texmi yorqin bo'lishi mumkin, texmi o'zgacha bo'lishi mumkin. Rahmonjon apandim o'zim deb o'tdi. Masalan, men bir tekst yozsam, naqsh tekst yozsam, uni kompozitor ishlatib o'zgartib naqsh qilgan bo'lsa, bu yer bir o'zgarish bo'ldi. Andan keyin uni naqsh aytgan vaqt yana bir o'zgarish bo'ldi. Bu üç odamning hissiyatning birlik kelishi bektas. Tekstni boshqa bir aylan yozadigan, yaxshi bir shoir yozadigan, anonki muzikasini yaxshi kompozitor ishlaydigan, naqshini yaxshi bir naqshchi aytadigan bu ahvolni biz yaxshi emas demoqchi emas. Albatta, shunday nurg'un nodir naqshlar, nodir asarlar borliq kelgan. Lekin hamda bu yerda shuni o'xshamaydigan bir xoslik desak bo'ladi. Bir xoslik, bir alayidlik. Bu bo'lsa-mu, barliq mashg'ulotni o'zi qilgan, o'zining chin hissiyati o'z qo'li bilan yozilib, o'zining so'zi orqali ishlanib, o'z tilida aytilgan, o'zining yuragidan chiqqan desak bo'ldi. Shunday o'zi aytgan tomoqqa o'xshash. Shuni ko'pchilikning oldida qo'rqmay o'zimning deb ketdi. Bo'ldi, unaqa bo'lsa, o'zi aytgan tomoq degandek lag'manning jinsini sirtdan akirmay, o'z jug'urib, Misal bir gap qo'shimcha ya. Bu ishni liqi men o'zimni danglab men shunday yoza olayman. Andikin ağını işleyelayman, men o'qiyalayman degan bu mavu nayt kichik doiradagi bir gapcho. Nayt yo'ruq, yangroq bir ovoz bergan bir naqshchiga bir ovoz bersa, ash yetidi. Chunki hammani men elib olam degan olmaydi-cho. Biz bug'doy tergan bo'lsak, go'shtni bir yerdan ekilishimiz mumkin, tuzni o'zimiz yasayamaymiz, uni taladin ekirimiz yo'qim. Shunga bu haliqi qandaqdir bir o'zimni ko'z qilish emas. Mushuning ichidan voyiga yetgan birla adam birla kasbda bo'ladi. Masalan, yaxshi shoir yetdi shu. Shoir otlab Abdurrahim O'tkirdek masalan. Yana talay ustozlarimizdek
Yana talay ustozlarimizdek shoirlik yetidi shu. Uningdan keyin yaxshi kompozitor, Hekim-Hasan, G'iyosiddin Barat, Tursun Qodir kabi, Tashvay kabi bizga shunda zo'q bergan ijodiyatlari bizga ilhom bergan ustozlar ash yetidi. Uningdan keyin hamishada o'ltirgan ustozlarimiz masalan uzunkash ovoz yo'li bilan shu yaratgan egan bergan shu mis bilan yetidi, ash yetidi. Men bu yerda cho'qim mani men uzam hamini men qila olmayman emas. Buningda mushunda odamlar pat-pat bo'lib turdi ekan dunyo miqyosida-chu. Masalan, Oshiq Veysel degan bir naqshchi ham yozdi ekan, ham o'zi o'qiydi ekan. U odam hayot vaqtida bek tunilgan emas, bek moda bo'lib tunilgan emas. Ammo kunduz kecha ularga uzun ince bir yo'ldayım. Shunda deydi ekan-ku, uzun tarchiq bir yo'ldaman degan. Mush naqshni aytgan odam o'zi naytaliqi o'zining bir bag'lim bilan qoniga urib bir aytgan ekan bu naqshni oddiy. Lekin uni dunyoviy xalqaro nomi chiqqan Tarkandek naqshchilar uni dunyoga to'ntib yutibdi. Undan keyin bu san'atkorimizningki shunday yashab o'tganligini bilibdi. Men bilaman, mening naqshlarim zodi voy ulab hamma diba yana bo'lmasa bir o'rinlarda qo'yilishqa klublarda qo'yishqa mos kelmaydi. San'at ikki xil bo'ldi. Birisi ko'ngil ochadigan, zo'q beradigan. Bizningki o'yga soladigan naqshlar buni hammasi. O'yga soladigan. Men buni rahmat. Men bu naqshini ashundayliqi zo'q-sho'q chanoyman degandek naqshini anglaydigan masalan tomoshabinlar bu bek ig'ir buning naqshining vazni sal ig'ir. Shuni tushunamasligi mumkin. Lekin san'at qilayotgan, bizning aqimizdan kelayotgan bir turkum müzik ijodiyati bilan shug'ullanayotgan, she'r ijodiyati bilan shug'ullanayotgan bolalarga meningcha cho'ng bo'lmagandimi azroq ta'sir ko'rsatdi deb qarayman. Mening maqsadim ham shu, ashlar ta'sir, azroq ta'sir ko'rsatilsa, o'lgu bo'lsa, men xo'sh, men rozi. Rahmat. Rahmat. Endi sizning demoqchi bo'lganingiz-mi? Bizningki bir kasb ahliga, bir utuq qozong'uchiga baho berishimizda, uning qaltisligini muayyanlashtirishimizda cho'qim uning hamma ishni qila oladiganligida emas. To'g'ri. O'zining qilayotgan ishni yaxshi qila oladiganligida. Shundaqku bizning nurg'un san'atkorlarimiz yoki nurg'un har qaysi kasbdagi utuq qozong'uchilarimiz faqat shu ishni takror qilganlik uchun, izchil qilganlik uchun, oxirigacha qilganligi uchun utuq qozongan o'zining shu sohasida muayyanlashtirishga erishgan shundaqku. Endi Rahmonjon apandim bu bir alayda ahvol endi. Bu bir xoslik. Mushundaq chiqib qoldi ekan dedik. Biz ham buning chiqib, bu shundaq ahvolning chiqishini yaxshi ko'ramiz, qo'llaymiz. Bu yerda hech kimni rad qilmaymiz, hech qanday ahvolda, hech qanday ziddiyatli masala yo'q shundaqku. Faqat biz shundaq nurg'un ishni qila oladigan kishilarning bo'lishini, o'z kasbini voyaga yetkazgan kishilarning bo'lishini umid qilamiz. Rahmat. Unda hozir Rahmonjon apandim, mening ham yana bir savolim chiqib qoldi mishada. Boy dedingiz, men uch tarafning hammasini qilmalikni har bir mushu masalan shoir, kompozitor, naqshchining har birisi o'z yo'lida nurg'un yaxshi natijalarga erisha oladi, utuq qozona oladi dedingiz. Unda siz agarda sizningki balkim uzun bo'lmagan kelgisi yana boshqa plastinkangiz chiqishi mumkin. Lekin har bir she'ringiz 3-4 yil, 5-6 yilda barliq keladi desak, har bir plastinkaga sizning yana mushta tekst bilan muzikani o'zingiz ishlab naqshchi plastinkasini chiqara olishingizni umid qilamiz, lekin ehtimoldan sal Jiroq emasmi? Chunki men mush kechilikni qilish uchun men 20 yil tayyorlik qildim-ku. Nemishqa desa, men o'zimning xos bo'lgan mushunda yosh, hattoki shoirlarcha bir xil nimada Tashvay necha yosh o'lib ketgan bo'g'itdi. Lutfullo Mutallib necha yosh dedi. Tashvay 34 yosh. Men 34 yoshga kirsam, cho'qim shu bir buyuk munda bir musikalni shu yoshga kirgan vaqtida mening aqlim to'shib, shunday ijod qila olamanmi yoki deb shu xiyollar bilan o'ylab, men izchil ijod qilg'liq, lekin ma ijodiyatlarni talaliq qilmagancha. Maxfiy qolgan uni saqlab, men o'zim saqlab kelyapman. Bunu başkalarım beğenmeyen. Hem de şu ben kolumda hazır 60 yakın icadiyet var. 60 yakın icadiyetinin içinden ben 15'ini tallap, 60 yakın nakşının içinden 15'ini tallı verip başının içinden bir kadar yaxşı çıktı deyip qarğınımla. Keçilikni ötküzdünüz. Hem de mening istiqlam eliki başkalarga brivit dep bu qilmagandik sebep men bir narsani ensiraymanchu. Nemishqa desa, eliki islamijik anglagan bo'lishinglar mumkin. Masalan, ma'lum bir kompozitorning eliki hamma naqshi bir-biriga o'xshab qoladi deydigan bir qarash bor-ku. U qanday o'qishi mumkin? Masalan, birisi tuproq haqida yozilishi mumkin.
Birisi ata-ana hakkında yazışı mümkün. Onun emmesi okşap kalsın, bu bulmaydı. Bu. Benim öyle keçip kilip atkan meselem şu. Okşap kalmasın. Muşnundu mu? Timi mu, rengdar, ağın mı birbirine okşamaydı. Çokum tekst bilen müziksi çemberçes buluşu gerek. Çemberçes buluş gerek. Dep ben muşunu qarab, 60 neçe icadiyatının içinden ben 15'ini tanıdım. Kalan 45 ba. Ben yanım şu plastinkini çördep durup soray. Bunun için hazır 15 nakşı var şundak maka. Şundak olgan çağda hem de belkim bu nakşlarının içinde hem de özünüz razı bulduğunuz kaysi desem sel doğru olmazsa mümkün. Ama hakikaten bah. Özü nayet ihlas kılgan, öz nayet yaxşı kögen, çokum öz nayet pəxirləndiğən bir icadiyeti buluşu mümkün. Şu nakşını bir anlayan bolsaq. Albatta. Milletim namını elge tarat kan sen ite şöhreti nişanını hanğa yarat kan sen ite yatırap gül çihride armağan patkan sen itim kalbide pat veten hicran yatkan sen itim Östürüp bir çengidek oğlan ner dem bağırda her devir avazığa su dekketilgan senlitim yanmağay merdaniler rakibi Çıllısa düdüş men köksige oktek etilgan sen ete Şirin judalık kısmeti tağdaki kılsa başığa tik durup imkanıga mehkem esilgan sen ite tik durup imkanıga mehkem esilgan sen ite Mekkem esilgan sen ite Mekkem esilgan sen ite Sizin bu isil icadiyatlarınızda özünüzle etmeydiğin size başka sanatkarlarımız melvet etedi kodayım. Başka men bayatın dedim elki men hemmedi noçu dep turbanmayman. Mesela bazı sanatkarlarımızga tushadigan ağanlar ba üzem bazılarının tekstini üzem yazgan bazılarını şu başka nakışçı dostlarımızga, braderlerimizge birimiz hem de men meni
izchillikı şair deb mana qarab kelgan bo'lg'achqa hozirga kelguncha bu jihatlik ishni men bir ma'lum mezgilgacha oshkorlamay deb hozirga keldim. Endi hozir bizning ijodiyatlarimizni elvatqanlarmi bor so'rab biz bunda bir ish qilmoqchi demiz bir yaxshi anglar bo'lsa deb. Va Qodirjon Yerelining bu yaqinda qilgan kechiligimi bir naqshini so'rab mendan Elchi Navoiyning qoldimi degan shu 12 muqom rak muqomida bor. Bir tekstiga men hozirgi zamonniki o'zimizning tuyg'usini birlashtirib bir ang ishlagan shu Qodirjonga men bek tushadiki aka men o'qisam da chataq yo'q o'qing deb. Rahmaydon keldim bugun. Yo'q. Kelgan bo'lsa Feyzulda aqsud bo'lib qoldi o'yim. Demak, hozirgi sizniki mush nurg'un ijodiyatlaringiz yana 40 necha ijodiyatni yana chiqdi bardingizga bilan buni dekenki plastinkalarga tayyorlik deb. Mushu televiziya filmimiz qo'yilgandan keyin hamda butun san'atkorlar, naqshchilar qaytada izlashga boshlaydi ekanda ichingga chamadonni ko'ramiz hamda hammasini bir boshdan chiqargan deb. Lan demeysizlik ekan. Yo'q, unchilikni qilib ketmaydi. Chunki hammadan o'zining kompozitorlari bor. Avvalo yumshoq uqulni urib yetdi ekanda. Shoirlari bor, o'zining kompozitorlari bor. Qo'yib turibmanmi? Ha, bo'ladi. Undaq bo'lsa akam shu ijodiyatlaringizning ichida boya biz aytib o'tgan kechalmayman seningdan vatan degan naqshini bir naq maydonda bir sanat anglig'ili bo'lamdi. Bugun sahnimizga bizniki kasbdosh do'stimiz, inimiz Muratjon Muxtar, inisi Muborak Muxtar ham O'zbekiston shu san'at maktabida naqshida o'qiyotgan singlimiz Gulzira keldi. Shunga mushlarninki o'rilishida kechalmayman senda vatan degan naqshlarni. Qani, olqishlar bilan qarindoshlarimiz ekspertimiz. Marhamat. Ötsəmdə səbi çağları Gülgə tuldu səndə bağları Ötsəndə səbi çağları Çağları Gülgə tuldu səndə bağları Bir mənə bərsin urahat Keçəlməyəm sənindir vətən Bir mənə bərsin urahat Keçəlməyəm sənindir vətən Keçəlməyəm 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 sənindir vətən Keçəlməyəm 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 sənindir vətən Rahat görmey kalay cabada Meyli sersan bulay talada Meyli duçar bulay balağa Geçəlməyəm sənindir vətən Meyli duçar bulay balağa Geçəlməyəm sənindir vətən
Geçelmeymen, geçelmeymen Senindir vatan Geçelmeymen, geçelmeymen Geçelmeymen senindir vatan Toxtar sende axır qiymetmez Özgü yurtqa qılmayman heves Üzülüdüm keşkenler emez Geçelmeymen senindir vatan Üzülüdüm keşkenler emez Geçelmeymen senindir vatan Geçelmeymen, geçelmeymen Geçelmeymen senindir vatan Geçelmeymen, geçelmeymen Geçelmeymen senindir vatan Geçelmeymen senindir